Kiyonizki. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Mashq ko'rsatuvda yaxshi ko'raman bunaqa. Ha. Qara, zamonni qara. Hamma narsa rivojlanib ketdi. Texnologiyalar rivojlanib ketdi. Hozir hammani uyida kimga uyga kirsang katta televizorlar. To'g'ri. Ha, yaxshi. Haligi yoshligimizda eslaysanmi? Mana shu mahallamizda juda kam odamda televizor bo'lardi. Ha, narigi mahallada haligi ko'chani boshida Sattor aka esladingmi? Ha, agar biror mabodo deyman, birorta yangi kino chiqsa borib birinchilardan bo'lib ko'rib kelardik. Eslayman. O'shanda ham bir o'zingiz borib kino ko'rardingiz. Meni olib bormasdingiz. Har hafta o'zim yangi kino chiqsa birinchilardan bo'lib olib borardim. Voy. Maqtanish bo'yicha birinchi o'rinsiz a? Voy, mayli. Qizimiz kelib qoldi shekilli. Ha, bo'pti. Kela qol. Assalomu alaykum Adajon, Oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Va alaykum assalom qizim. Dugonam bugun biz uyda qoladi. Birga dars tayyorlaymiz. Xo'p qizim, o'qishinglar yaxshimi? Qorninglar och bo'lsa, oshxonada ovqat tayyor. Yeb olinglar. Xo'p bo'ladi Oyijon. Biz unda xonamizga kira qoldik. Ishingiz bo'lsa chaqirarsiz. Mayli, xo'p. Xo'p. Alaysan, yaxshimisan? Bo'ladi. Yaxshi. O'rta, nima kayfiyating yo'q? Uydagilar qiz qidirayotgan ekan. Ha? Baribir haqqim bor-ku, o'zim ko'rib, bilib, sevib uylanishga o'rta, to'g'rimi? Sevgi deysan o'rta. Qanaqa sevgi? Nimalar deyapsan? Men senga xohlasang shunaqangi chiroyli qizlarni rasmini ko'rsataman. Hattan ko'rsasan. Mana Instagram, TikTok va mana qaragin. Bu Instagramingdagi qizlar ignadan ip o'tqiz oladimi? Yoki to'ydan keyin ko'rpa yig'ayotganda uyalib qolmasmikan? Nimalar deyapsan o'rta? U qizlar bor-u. Bo'ldi-qi. Kelib senga aytamanmi, dardimmi? Bundan ko'ra yur, ketdik. Bir ovqatlanamiz. Mazza boramiz. Yurmasan zo'r joyga boraman, ketdik. Qara Nilufar, bugun kursoshimiz Nigina bor-ku, o'sha menga TikTok degan ilova tashlab beruvdi. Kuni bilan kirdim, odam umuman zerikmas ekan-e. Qo'ysangchi dugonajon. Undan ko'ra o'qishingni o'ylasangchi. Odam zerikdi-yu. Kim? Biz ham TikTokka video olamiz. Jinnimsan? Men unaqa ishlarni qilmayman. Yo'q dema, iltimos. Ko'raychi, agar ertalabgacha ko'p like to'plamasam, o'chirib tashlayman. Ha, mayli, o'zing bilasan. Bo'ldimi? Ana bo'ldi. Ha, qizlar, hali ham uxlamadinglarmi? Hozir uxlaymiz Oyijon. Tezroq yotib uxlanglar. Ertalab tura olmaysizlar. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xola. Xo'p bo'ladi Oyijon. Yaxshi dam oling. Mayli, yaxshi dam oling.
Nilu tur qaragin. Nilu tur. Tur qara. Nima bo'ldi? Qaragin, bir kechada 2000 ta like to'plabman. Obunachilarim 500 taga yetibdi. Ha, yaxshi-yu. Qara, Behruz degan fikr bildiribdi. Buncha chiroylisiz asal qiz tanishsak bo'ladimi debdi. Oho, qoyil. Bilasan u meni. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Mansurboy. Keling. Assalomu alaykum. Salom aka. Qandaysiz? Rahmat. Xush Sog'ligingiz kelibsiz. yaxshimi? Tengmisiz? Marhamat, keling o'tiring. Qani. Ilohim. Tan sihatlik, xotirjamlik bersin. Xush kelibsiz. Salom aka. Bu biz tomonlarga qanaqa shamol tushirdi? Endi Mansurboy. Mana bir-birimizni ancha yildan buyon bilamiz. Bir-birimizni ancha yildan buyon taniymiz. To'g'ri. Birga bizneslar qildik. Bir-birimiz bilan oldi bu yerda qildik. Xudoga ming qatla shukrki, hammasi joy-joyida. Bugun oldingizga bir nozik masala bo'yicha keldim. Tinchlikmi? Agar qo'limdan kelsa bajonadilar aka. Qo'lingizdan keladi inshaalloh. Kenja o'g'limga yolg'iz qizingizni so'rab keldim. 2 boy quda bo'lsak, bizneslarimizni yanadam rivojlantirardik. Xudo xolisa. Nima dedingiz? Endi aka, bu masalada sizga men va'da bera olmayman. Agar peshonasiga yozgan bo'lsa, taqdiri bo'lsa, nima ham derdik? Mayli. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Ertaga o'g'lim bilan onasini jo'nataman. Yo'q demassiz, ha? Endi aka, gap bunday. Bu masalada sizga men va'da bera olmayman. Taqdiri bo'lsa, ko'ramiz, nima derdik? Unda bir dang'illatib to'y qilamiz, ha? Bo'ldi. Nima dedingiz? Nasib bo'lsa. Bu Xudo yoqqa peshona xohlasa. endi, xudodan endi. Rahmat. Bo'pti oyi. Men ishga ketdim bo'lmasa. Yaxshi o'tiring. Hay bolam, to'xta. Senda gapim bor edi. Bugun haligi men aytgan qiz bilan ko'rishgin. Yoqsa ham, yoqmasa ham shu qizga uylanasan. Qanaqa qilib o'zim bilmagan qizga uylanaman? Ayting. Men bilmayman, tushundingmi? Qancha ko'ningga qaradim. Unisini undoq deding, bunisini bundoq deding. Endi men aytganim bo'ladi, tushundingmi? Oyi, men hali u qiz bilan gaplashib ko'rganim yo'q. Siz uyiga ham borib hali bir gaplashganingiz yo'q-ku. Ha, xo'p. Unda uyga borib ko'raman. Gaplashaman. Bu yil oxiri ko'rsakan. O'qishi tugasa, bu yog'i to'y bo'lar. Ha, mayli oyi. O'zingiz bilasiz. Bo'lmasa men ishga ketdim. Yaxshi o'tiring oyi. Ha, xo'p. Mayli, yaxshi borgin. Bo'pti oyi, xo'p. Hay bo'laman. Nilufar, mana bolang gapini qara. Bunaqa qilib videoga chiqib ota-onangni yuzini yerga qaratgandan ko'ra, uyda onangga yordamlashib duosini olganing yaxshi emasmi debdi. Hozir men bunga ko'rsatib qo'yaman. Menga qara aqlli. Bu meni hayotim. Meni hayotim bilan sening ishing bo'lmasin. Bitta seni gaping bilan nimadir o'zgarib qolmaydi. Bo'ldi qil. O'sha bola to'g'ri aytibdi. Farangiz. Kech bo'lmasa videolaringni o'chira qolaylik. O'chiraylik o'rtoq. Bu nima deganing? Sen ham shu bolani gapiga qo'shilasanmi? Ha, qo'shilaman. Bilasanmi? Bu videolar orqali men mashhur bo'lishim mumkin. Mana,
Bir kechada menga Mubina degan qiz yozibdi. Bizni guruhga qo'shiling, birga videolar ishlaymiz debdi. Sen meni ko'ra olmayapsan. Nima? Ko'ra olmaysan? Mashhur bo'lish uchun videolar olib, o'zini ko'z-ko'z qilish shart emas. Sog' bo'l. Meni sendaqa dugonam yo'q. Ketsang ketaver o'zi. Bitta sen qoluvding, aql o'rgatmagan. Voy, Nigoraxon, ko'rdingizmi? Ziyodaxonning qizi Farhangiz internetga chiqib ketibdi. Yo'q, men internetlarga uncha tushunmayman. Voy, bu tushmagur rost ham o'yinchi ekan. Ko'chada o'zicha spoda yuradi-da. Besh ketmadim Ziyodaxonga ham. Qiziga yaxshilab tarbiya bersa o'ladimi? Mana buni ko'ring. Mana, qarang. Ziyoda ham, Manzur ham yaxshi insonlar. Qizi bir yoshlik qilib qo'yibdi. Shuni hammaga ko'rsatib tarqatib yuribsizmi? Har narsalarni gap-deb gapiraverasizmi qo'shni? Mayli, men bora qolay. O'zicha aqlli. Yaxshiyamki qizim yo'q. Balkim Ziyoda o'zi bilmasa. Voy Ziyodaxon. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni qidirib yuruvdim. Tinchlikmi? Qizingizni shundoq talanti bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz. Bizga ham yetib qo'ymabsiz-da, qo'shni. Voy, nimani aytyapsiz? To'g'risi gapingizga tushunmadim. Voy, rosa ham kamtarlik qilaman deysiz-a? Qizingiz mashhur bo'lib ketibdi-ku. To'g'risi, umuman gapingizga tushunayotganim yo'q. Voy, nimani tushunmaysiz? Mana, ko'ring, mana buni. Mana, ko'ring. Voy, judayam chiroyli raqsga tusharkan qizingiz. Voy, o'lmasam, buni qayerdan oldingiz? Balkim bu montajdir, a? Kimdir o'yin qilgandir. Yo'q, o'g'limchi, anu TikTokmi, TikTokmi bor ekan, o'shandan ko'rdi. O'zim ham layklab bosib qo'ydim. Voy, qizingiz-chi, rosa ham muxlislar ko'payib ketganmish. Rosa muxlislar ham yig'gan ekan-a? Menga qarang. Buni yana birovga ko'rsatib yurmang, xo'pmi? Tezda o'chirib tashlang. Iltimos. Xo'p, o'libdimi? Ko'rsatib, o'chirib tashlayman. Keyin iltimos, xo'jayinim quloqiga yetib bormasin, xo'pmi? Voy, aytib o'libmanmi? Qo'shni. Rahmat. Yetmang, yuringlar chatoqroq. Mana qara uka. O'tgan oy ham chirting-pirting qilding-da, ijara haqini rasvo qilding. Bu ham kelib mana bunaqa bahona qilyapsan. Akajon, ming bor uzr. O'tgan oy onamlar kasal bo'lib qolgandi, dori-darmonga ketgandi pulim. Mana qara. Agar uyingga borib, onangning holidan xabar olsam, keyin senga noqulay bo'lmaydimi? Aka, men sizni aldayapman. Onamlar haqiqatan ham kasal bo'lgandilar, shuning uchun dori-darmonga ketgan pulim. Mana qara. Agar kelasi oy ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men sen bilan boshqacha gaplashaman. Tushundingmi? Bor ishingni qil. Mansurboy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz, sog' salomat. Rahmat. Ishlar bo'lyaptimi? Ha, xudoga shukr. Bizni o'g'ilchadan borgan sovchilarga rad javob beraveribsiz. Mani bilardingiz-ku. Gapingiz to'g'ri, Salim aka. Men sizni anchadan beri bilaman, taniyman, yaxshi insonsiz. Lekin siz boshqa-yu, o'g'lingiz umuman boshqa odam ekan. Bu o'g'lingiz g'irt narkoman, giyohvand ekan-ku aka. O'zingga qarab gapir. Nima deb tashlayapsan o'zingdan o'zing? Oling qo'lingiz aka, oling. Sizga yarashmaydi. Bizda ham tanishlar bor, doktorlarimiz bor.
so'radik surishtirdik hammasini tagiga yetdik bildik aka. Qip qizil bo'xton-ku bu. Tuhmat bu. Sizni xabaringiz yo'q shekilli. Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Sen qizmani go'rga tiqding-ku tiriklay, a? Qo'ni qo'shni oldida sharmandami chiqarding-ku? Bu nima deganingiz, oyijon? Nimaga unaqa deyapsiz? Telefonda raqsga tushib yurgan senmisan axir, a? Men seni ko'rdimmi telefonda, a? Bu nima qilganing? Erta-indin uyga sovchi kelaman deb turgan bo'lsa, o'z oyog'ingga o'zing botaveryapsanmi? Yaramas. Ha. Buni nimasi yomon aytingchi? Endi meni hamma taniydi. Bilasizmi? Bugun menga hamma go'zal ekansiz deb qancha ko'nglimni ko'tardi. Boshqa qizlar o'z guruhiga taklif qildi. O'chir ovozingni. Senga bir kunlik do'st kerakmi yoki bir umrlik halol yor kerakmi? A? Yaxshi ham otang bilmadi buni. Nimani bilmas ekanman. Onasi? Yaxshi keldingizmi otasi? Ha. Undan ko'ra kelmaganim yaxshi edi. Ko'chadagi o'rtoqlarimdan eshitgan gaplarga haligacha chiday olmayapman. Voy qiz, senga nima yetishmayapti o'zi? O'sha virtual olaming nima beryapti senga? Aqling bormi o'zi? Sizlar bermagan mehrni berdi. Shu xolos. Voy ahmoq. Voy. Adasi. Yaxshimisiz? Keling, o'tirib oling. Do'stim, uydagilar bugun sovchilikka borishyapti. Ha, yo'q. Xayr, endi bo'ydoqlik davrimdek-a? Men unaqa deysan. Bu safar jiddiy bo'ladi menimcha. O'rtoq, uylanurmaysanmi? Baribir bo'ydoqlik yashni surmayotgan bo'lsang. Qanaqa gasht haqida gapiryapsan do'stim? Bilasan-ku. Otamdan keyin yolg'iz onam qolgan. Onamga qarash vazifam-ku do'stim. Ha, to'g'ri aytasan o'rtoq. Kecha o'rtoq, men Instagramda shunaqangi chiroyli qiz bilan tanishdim. Ko'rsang, suxing kiradi seni. Ismi Farangiz. Shu qizga uylanasanmi? Esing joyidami o'rtoq? Nimalar deyapsan? Instagramda, TikTokda o'zini ko'z qilagan qizga kim ham uylanadi? Hech qachon uylanmayman men ularga. Bo'ldi, bo'lmasa sen ham jim yurgin. Jiddiy odamsan sen ham. Biz qo'lchilikka keldik, aylanay. Bir chiroyli qizingiz bor ekan deb eshitdik. Shunga sekin kelaverdik, to'g'rimi? To'g'ri. Xush kelibsizlar aylaninglar. Xush kelibsizlar. Jiyanim yaxshi yigit, o'qigan, oliy ma'lumotli yigit. Ichmaydi, chekmaydi. Yaxshi yigit. Bir qizingizni ko'rsak bo'lardi. Qanday bo'larkin? Xo'p, hozir. Farangiz? Qizim? Choy olib kel. Assalomu alaykum. Ko'p yashang, umringizdan baraka toping qizim. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Qizingiz bilan yoqimtoy igna ekan. Bizga juda ma'qul keldi. Agar xo'p desangiz, ikkala yoshni bir uchrashtirsak, nima dedingiz? Bilmadim, xo'jayinim bilan gaplashib, qizimiz hali o'qisa, maslahatlashib javobini aytarmiz. Unda juda yaxshi. Yaxshi bo'lardi. Yashang.
Qizim. Parangiz? Senga gapiryapman. Sandan so'rab o'tiramanmi? A? Ertaga uchrashuvga chiqasan. Gap tamom, vassalom. Tushundingmi? Aytdim-ku, siz nima desangiz shu oyijon. Bo'ldi, telefonimni bering, hozir zo'r video ko'rayotgandim. Menga qara qizim. Bu hayot virtual olamdan iborat emas. Tushun. Hozir zamon talabi shu oyijon. Siz baribir buni tushunmaysiz. Zamon? Zamon joyida turibdi, bildingmi? Lekin odamlar doim qayoqqadir shoshishadi. Bir narsani unutma. Bizni boradigan joyimiz 2 metr joy-u, bir suqum tuproq. Tushundingmi? Olma taxina. O'rgildim. Kechirasiz. Farangiz sizmisiz? Ha, men assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nodir aka siz bo'lsangiz kerak a? Ha, men. Yuring bo'lmasa bir o'tirib gaplashib olamiz tinchroq joyda. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz? Yaxshi. O'zing yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi aya. Abuja, uylamayman derding. Majnun deb bo'lib sevib qopsan-da. Ha, oya. Sevmasam, sevishga majbur qildingiz-ku, oyijon. Ha, menga qara. Qiz nima deyapti o'zi? Qiz hozircha hech narsa deyotgani yo'q. Yaxshi. Unda keyin safar uchrashganingda aytib qo'ygin. Biz yaqinda to'yni belgilagani boramiz, xo'pmi? Xo'p, oya. Juda yaxshi. Qani endi bir kiyimingni almashtirib chiqqinchi, choy ichib olamiz birga, xo'pmi? Baroqa. Assalomu alaykum. Mas'uljon ukam. Arrais va kirolmaysizmi? Yo'q. Qormay. Kelasi safar xudo. Yaxshimisiz? Qormay, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog' yaxshi. Uydagilar hammalik sog' salomat. Xush ko'rdik. Kech bo'lganda ham kelaverdim, uzr. Yo'q. Sog' bo'layman. Sizga mumkin rais bu. Sizga raisimsiz. Posbonimiz qizingiz bilan uchrashgan ekan. Xo'p. Ba'zi bir masalalar bo'yicha gaplashgan ekan. Bu meni hayotim, meni ishimga aralashmanglar degan ekan. Endi bu yoshlarimiz hayotni o'yinchoq deb bilishadimi? Gaplarimni aybga yo'ymaysiz. Qizingizga ozgina bir tanbeh berib, o'zingiz bir qarab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Qizingiz tushunmagan bo'lsa ham, dadasi tushunardi, to'g'ri oldingizga kelaverdim. Endi men sizni uka deganman Mas'uljon. Mana mahallada ancha ko'p yaxshiliklar qilasizlar, faolsizlar.
endi gapimni dushman emas do'st gapirdi deb tushunaverasiz. yo'q rais bo'l faqat nima bo'lgan o'zi shuni tushuntirib bering. Shu qizingizni biroz tarbiyalab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Mana hozir o'zingiz bilasiz, ko'pchilik yoshlarimiz internetga mukkasidan ketib qolgan. Endi internet orqali ham yoshlarimizni ongiga ta'sir qiluvchi bo'lar bo'lmas narsalar chiqyapti. Bir tarafdan bu ham dinimiz tarafdan qoralangan. O'shaning uchun qizingizni shu soha bo'yicha sahal tartibga solib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Shunga keluvdim men. Rais bo'l. Avvalambor sizga katta rahmat. Bo'ldi, men bugun albatta qizim bilan gaplashib olaman. Bundan Yaxshi. xabarim yo'q ekan. Mayli, hech qisi Bizni yo'q. kechiring. Xo'p, salomat bo'ling. Kiraylik, bir Yo'q, kun rahmat. kiraylik. O'shunda ham kech kelib bezovta qildim. Sog' Chiqing bo'ling. mahallaga. Omon Xo'p, bo'ling. xo'p, sog' bo'ling. Rahmat rais bo'l, sog' Xo'p. bo'ling. Farangiz. Ha dada. Menga qara qizim, nima ishlar qilib yuribsan? Seni ortingdan qachon yaxshi gap eshitaman? Ha? Nima qilganing bu? Nima ishlar qilib yuribsan? Yana nima qildim? Ey qiz, meni mahalla kuy oldida sharmanda qilding. Boshimni ko'tara olmayapman. Bu kunni ko'rgandan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Dada, odamlar gapiraveradi. Hamma o'zini o'zi bilsin. Voy, odamlarning gapi emas, butun mahalla gapiryapti. Nima qilganing bu internet kirib? Yo nima? Sen dastingdan o'lishim kerakmi? Sen qizni aqli hushing joyidami o'zi? Ha? Sen bilasanmi nima qilyapsan? Bizni oilamizga sha'niga putur yetkazyapsan. Shuni bilyapsanmi? Bilganimda nima? Baribir erta-indin erga tegib ketaman. Farangiz. Ahmoq qiz. Do'stim, bugun yaxshi yangiligim bor senga. Qanaqa? Bugun bo'lajak xotinim bilan ko'rishib, bugun uydagilarim uyiga borishini, xudo xolisa to'yni belgilashni aytaman. Xudo xolisa yaqin kunlarda to'y do'stim. Ha, yaxshi-da o'rtoq. Tabriklayman. Rahmat. Baxtli bo'lgan. Men ham bugun uchrashuvga chiqishim kerak. Haligi TikTokdagi qiz bor edi-yu. Ha. O'shan bilan uchrashuvim bor. Obbo, senga ham topilmay turgan ekan-da o'rtoq. Qo'y ishlaringni nima qilasan do'stim? O'rtoq nima qilibdi? Yuraylik biz ham chiroyli qizlar bilan. Ana. Bo'lajak qirolicham kelyapti. Iye. Bu o'sha internetda tanishgan qizim Farangiz-ku. Endi nima qilsam bo'ladi? Mayli do'stim, mana aziz ishlarim bor. Sizlar bemalol aylanib borasizlar. Mansurboy, Assalomu alaykum. qalay ishlar? Yaxshi, rahmat. Esizdami? Mani o'g'limni nashavand, narkoman deb qizingizni bermagansiz. Bu o'zlarini qizlari ham yaxshigina raqqosa ekan-ku. Nimalar deyapsiz? Og'ziga qarab gapiring. Hali hech narsadan xabaringiz yo'q shekilli, ha? Ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib oling. Mana. Ishonmaysizmi? Bir qarang. Mani o'g'lim-ku erkak. Mayli. Lekin sizni qizingiz-chi? Uning sha'ni-chi? Bir yaxshilab tarbiya berib qo'ysangiz bo'lmaydimi qizingizga? Mani o'g'lim-ku erkak bola. Buni uylantirsam ham bo'laveradi. Giyohvon bo'lsa ham. Lekin qiz bola-chi? Qizingiz-chi? Uni sha'ni-chi? Bo'ldi. Ey, yer dumaloq. Do'stimga bu gapni qanday aytaman, ha?
TikTokda tanishgan qizim do'stimni unashtirilgan qiz ekanligini endi qanaqa betaman a? Yo Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Lekin buni bilishlari kerak. Ha, bilishlari kerak. Alo. Rustam aka, bugun ko'rishamizmi? Men uydan chiqaveraymi? Yo'q, bugun vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Nima bo'lsa bo'lsin. Lekin bu to'y bo'lmasligi kerak. Buni hoziroq Nodirning onasiga aytaman. Ha, hoziroq aytaman. Assalomu alaykum oya. Yaxshi o'tiribsizmi? Ke bolam, o'tir. Senga bir gap aytmasam bo'lmaydi. Bilaman oya. Hozir Rustam bilan gaplashgandim. U ham sizga hammasini aytibdi-ku oya. Meni kechir bolam. Men faqatgina seni baxtli bo'lishingni xohlagandim xolos. Oya. Nimaga kechirim so'raysiz? Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, ona. Sizni yaxshi ko'raman. Ozgina charchadim oya, chiqib ozgina dam olsam bo'ladimi? Mayli, boruq. Xo'p. Yaxshi o'tiring oya. Senlar shoshmay turlaring. Shunaqangi dabdalingni chiqarib qo'yaman. Shoshmay turlaring. Qarab turlaring, hali sharmandalaringni chiqaraman. Shoshmay turlaring, sanlarni boru. Oy! Kimdir bormi? Kim bor? Voy, quda, assalomu alaykum, keling. Qanaqa quda? Nimalar deyapsiz? Voy, tushunmadim. Qarang. Siz hali shunaqa qiz tarbiya qilganmidingiz, a? Meni bolam qanaqa qilib siqilib qolganini siz bilasizmi? Tinchlikmi? Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Siz shunaqa qiz tarbiya qilganmidingiz? Voy, tushuntiribroq gapiring. Nima deyapsiz? Qizimga nima qilibdi? Nima? Hali xabaringiz yo'qmidi sizni? O'zini internetga chiqib olib, ko'z-ko'z qilib hammaga. Hatto ota-onasidan ham hayo qilmaydigan qizni meni o'g'limga o'tkazmoqchimidingiz hali? Yo'q, men bilmagandim. Hayb sizdagi ota-onalarga. O'zini qizini nima ishlar qilib yurganini bilmagan ota-onadan qanaqa farzand kutish mumkin? Bo'ldi. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi, tushundingizmi? Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Voy, shaytonga hay bering. Xudo. Siz boru qizingizni boshqatdan tarbiya qiling. Ertaga yana boshqa bir oilani sharmanda qilib qo'ymasin yana. O'rgildim sizlardagi qudadan. To'xtang. Borine. To'xtang. Nima degan odam bo'ldi? Voy, adasi.
yaxshi bo'ladi oyijon. Qoch, hammasi sanada bo'ldi o'zi. Adangga nimadir bo'lsa nima qilaman, a? Nima qilamiz? Hech nima bo'lmaydi oyijon. Doktor, xo'jayinim ahvollari yaxshimi? Opa bilasizmi? Iltimos sizdan nima kerak bo'lsa olib kelib beraman. Pul desangiz pul. Alloh irodasi ekan. Alloh sabr bersin. Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Xalqlarga duo qiling. Adamim men o'ldirdim. Yo'q. Adam bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Adamim men o'ldirdim. Farangiz? Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Yomon tush ko'rdingmi? Ha. Tush. Yomon tush ko'rdim shekilli. Nilufar, dugonajon, kechagi videoni olib tashla iltimos. Tez olib tashla. Men u videoni joylamadim. Xavotir olma. Men seni do'stingman, dushmaning emas. Rahmat dugonajon. Bo'pti onasi, men ishga ketdim. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p. Ye, qizim. Adajon, sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga?